Mana bugun Fuge texnologiyasi asosida soch ko'chirib o'tkazish amaliyotini bajarib olamiz. Operatsiya jarayoni olayotgan greflarimizni kam ko'pligiga qarab, soniga qarab 6 soat, 8 soat, 10 soatgacha davom etishi mumkin. Mana hozir soch ildizlarini donlab ko'chirib o'tkazamiz. Ko'chirib olgan graflarimizni ekish uchun kanal ochish jarayonidamiz. Undan so'ngra ekish jarayoniga o'tamiz. Mana hozir soch ko'chirib o'tkazish jarayonining eng oxirgi bosqichidamiz. Ya'ni soch ekish jarayoni.